Bog'ot tumanining Navbahor mahallasida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan shaxsning yashash xonadonida xolislar ishtirokida tintuv o'tkazilganida ushbu shaxs uyda umumiy vazni 3,01 gramm bo'lgan opiy giyohvandlik vositasini saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Shu kuni Bog'ot tumanining Yangi Qadam mahallasida istiqomat qiluvchi 1982-yilda tug'ilgan shaxsning uyida o'tkazilgan tintuv jarayonida esa qonunga xilof ravishda saqlanayotgan 9 ta qog'oz varag'iga qadoqlangan umumiy vazni 9 gramm bo'lgan geroin giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Tezkor xodimlar tomonidan Hazoras tumanining Buyuk Ajdodlar mahallasida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan shaxsning uyida o'tkazilgan tintuvda olingan ashyoviy dalillarning salmog'i ancha ko'p bo'ldi. Jumladan giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan ushbu shaxsga tegishli xonadondan umumiy vazni 31,36 gramm geroin, 4,9 gramm opiy va 0,21 gramm marixuana giyohvandlik vositalari, shuningdek giyohvandlik vositalari iste'mol qilish mo'ljallangan qo'lbola moslamalar, elektron tarozi hamda 1300 AQSh dollari, 6000 Rossiya rubli va 75,500,000 so'm miqdorda pul mablag'lari rasmiylashtirib olindi. Tuproqqal'a tumanining Sayapir mahallasida istiqomat qiluvchi 1973-yilda tug'ilgan shaxsning uyida o'tkazilgan tintuv jarayonida olingan ashyolar ham ushbu shaxsning g'araz niyatlarini fosh etdi. Ya'ni ushbu xonadondan umumiy vazni 26,96 gramm opiy va 23,57 gramm marixuana, shuningdek sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan bir qator buyumlar ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Hazoras tumanining Karvak mahallasida yashovchi 1979-yilda tug'ilgan shaxs esa uyda 5,6 gramm og'irlikda opiy giyohvandlik vositasini va uning yonida elektron tarozini saqlab kelayotganligi tezkor xodimlar tomonidan o'tkazilgan tintuv jarayonida aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasidagi bu kabi chora-tadbirlar 15 may kuniga qadar izchillik bilan olib boriladi.